Agar somsani bu ko'rinishda tugib, pishganda shunaqa do'mba bo'lib chiqadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, chuchvarani xom sanabsiz. Qizlajonlar, somsa bulchka emaski, pishganda ishib qolsa. Men o'zim sizga to'rt xil eng zo'r somsa tugish usulini o'rgataman. Eng chiroylisi esa oxirida. 3 burchak somsa tugayotganingizda har doim og'zi kichkina stakan yoki choynakni og'zida tuging. Somsa pishmasidan oldin ham xuddi shunaqa do'mba ko'rinishda bo'lishi kerak. Tomchi somsani yaxshi ko'radiganlar albatta shu usulda tugib ko'ring. Uncha-munchaga ochilib ketmaydi, qavatlari ham chiroyli chiqadi. Navbatdagi usul tog'ora va patnislarda shunaqangi chiroyli turadi. Ishonmaysizmi? Unda rasmga qarang. Naqd 5 yil oldin tayyorlaganman. Hamma so'raydigan eng do'mboq chiqadigan usulni o'rgatishdan oldin bitta ishni qilamiz. Chirik bo'lgan qopqoqlarni oddiy gubka va gelda ketqizish qiyin, ketsa ham xira bo'lib qoladi. Agar uni allergiya bermaydigan xlorsiz Bavi Super очистительga o'tib qo'ysangiz, gubkada ishqalashingiz ham shart emas. Olasiz u chayasiz, yaltirab qoladi. Uzun market, korzinka, hattoki havasdan ham sotasiz bo'ladi. Eng ko'p so'ralgan usul o'zi ham bulchka deb bo'rsillab chiqadi. Bilmadim-u, menga 3 burchak somsadan ko'ra ko'proq shunaqa tugilgani yoqadi. Noodatiy, chiroyli, yeganda og'izda erib ketadi. Shunaqa chiroyli somsalarni tayyorlab hammani hayron qoldirmoqchi bo'lsangiz, hoziroq like bosib saqlab oling. Somsa tugishi bilmaydigan dugonangizga jo'natib, menga obuna bo'lishni unutmang.